Navoiyda 27 yoshli qizning kripto orqali noqonuniy operatsiyalari aniqlandi. U xorijiy elektron platformalardan foydalangan holda daromad orttirishga uringan va birja orqali 22 milliard so'mdan ortiq aksiyalarni ayirboshlagan. Kelinglar shu bu holatga huquqiy baho beramiz va qizni kelajakda qanday jazolar kutib turganligini aytib berishga harakat qilaman. Birinchidan ko'radigan bo'lsak, bu joydagi summa juda katta, 22 milliard. Ana endi bu qizga qanday jazo qo'llanilishi mumkin? Tergov jarayonida aniqlangan holat bo'yicha u qizning harakatlari 278.8 3-bandi bilan malakalanadi. Bundan tashqari, agar uni operatsiyalar ichida arizachilar, jabrlanuvchilar topiladigan bo'lsa, bo'lishi mumkin bo'lgan holatlardan bittasi bu 168.4 modda bilan ham qayta malakalanishi mumkin. Buning oqibati esa birinchi holat 7 yilgacha bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi holatda 8 yildan 10 yilgacha jazolanishi mumkin. Bunday holatlarda o'ta ehtiyotkorlik lozim. E'tibor berish kerak bo'lgan jihatlardan bittasi bu ilgari aynan kriptovalyuta bilan operatsiyalar uchun amaliyotda qamoq jazosini qo'rqibroq ishlatishardi, ya'ni qamalmasdi. Yaqindan buyon endi haqiqiy jazo, muddat bilan bog'liq jazolar belgilanmoqda. Ehtiyot bo'ling. Ana endi ehtiyot bo'lish bu davr talabi bo'lib qoldi. Agar sizga malakali kripto bo'yicha advokat lozim bo'ladigan bo'lsa, murojaat qiling, yordam berishga harakat qilamiz. Bu videoni aynan kripto bilan shug'ullanadigan do'stlaringizga yuborib qo'ying yoki o'zingizda saqlab qo'ying. Bu foydali bo'ladi.